Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz yurakni o'tkazuvchi funksiyasi haqida bo'ladi. Bu mavzuni dolzarbligi hozirgi kunda ko'plab tibbiyot talabalari, qolaversa ba'zi vrachlar ham mana shu mavzuni yaxshi o'zlashtirmaganliklari sababli ko'plab yurak kasalliklari bilan bog'liq muammolarda diagnoz qo'yishda xatolarga yo'l qo'yishadi. Bugun bu mavzuni eng oson va yodda qoladigan tarzda qisqa muddat ichida o'rganamiz. Yurakni o'tkazuvchi tizimi 5 ta qismdan iborat. Birinchisi sinoatrial tugun. Ikkinchisi atrioventrikulyar tugun. Uchinchisi giz tutami. To'rtinchisi giz oyoqchalari. Beshinchisi Purkini tolalari. Mana shu 5 ta qism yurakni o'tkazuvchi tizimini tashkil qiladi. Bu qismlarni kardiomiyotsitlarning atrofida joylashishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi sinoatrial tugun. Sinoatrial tugun joylashuvi o'ng bo'lmachada vena cava superiorni ochiladigan qismda joylashadi. Joylashuvi subendokardial qismda joylashadi. Buni uzunligi, bu tugunning uzunligi 10-20 mm atrofida. Qalinligi 1-2 mm bo'ladi. Bu tugundan 3 ta tola chiqadi. Birinchisi afternom bilan Bachman yoki Bachman tolasi. Ikkinchisi bu ham o'sha Bach-Wernicke deb ataladi. Afternomlar bilan Bach-Wernicke. Uchinchisi Torel. 1, 2, 3. Birinchisi chap bo'lmachani impuls olib boradi. Ikkinchisi o'ng bo'lmacha va bo'lmachalararo septumga, to'siqqa impuls olib keladi. Uchinchisi esa Torel yo'li o'ng bo'lmacha bilan o'sha AV tugunga impulsni olib kelib beradi. Atrioventrikulyar tugunni yana bir vazifasi ikkinchi tugunimiz bu atrioventrikulyar tugun. O'z nomi bilan aytib turibdi, atrium bo'lmacha, ventrikulyar qo'rincha. Bo'lmachalar va qo'rinchalar orasidagi tugun. Joylashuvi intraatrial septum sohasida, ya'ni bu o'sha to'siq sohasida joylashadi. Bo'lmachalar o'rtasida to'siqda joylashadi. Uzunligi 5-7 mm bo'ladi. Qalinligi 2-5 mm atrofida bo'ladi. Bo'lmachalardan kelgan impuls, sinoatrial tugundan kelgan impuls AV tugunda kelib 0,1 sekund sekinlashtiriladi. Sekinlashtirilishidan maqsad bo'lmachalar qisqarganda qo'rinchalar diastola bo'lishi kerak. Ya'ni bo'lmachalardan kelgan qon qo'rinchalarga tushishi kerak. Agar bu 0,1 sekund ushlab turilmaganda bo'lmachalar bilan qo'rinchalar bir vaqtda qisqarardi. Sistola diastola jarayoni amalga oshmagan bo'lardi. Atrioventrikulyar tugun orqali impuls giz tutamiga keladi. Giz tutami bu qo'rinchalar o'rtasidagi to'siqqa impulsni olib keladi. Giz tutamining vazifasini biz aytdik. Impulsni giz oyoqchalar orqali Purkin tolalari bilan birgalikda kardiomiotsit mushaklariga o'tkazib beradi. Giz tutami keladi. Bu intraventrikulyar septumda joylashadi va ikkiga bo'linadi. Ikkita oyoqchaga bo'linadi. O'ng tomondagi oyoqcha bu o'ng qo'rincha atrofiga tarqaladi. Chap tomondagi esa bu chap qo'rincha tomonga qarab impulsni olib keladi. Chap oyoqcha o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Kichik shox va katta shoxlarga bo'linadi. Vazifasi impulsni qo'rinchalarga va apex sohalar bilan birga o'tkazib berish. Oxirgisi biza 5-inchisi esa Purkin tolalar dedik. Purkin tolalar mana shu oyoqchalarga, shoxlarga kichik tarmoqlar beradi.
vazifasi kelgan impulsni juda tezlik bilan yurak kardiomiyotsitlariga apex va yuqorgi qismlariga o'tkazib berishdan iborat. Mana shu 5 ta qismni biz bildik va bu joylashuvi impulsni qanday o'tkazib berishini ko'rib chiqdik. Yurakni o'tkazish sistemasini, yurak kasalliklaridagi o'sha ahamiyat yoki diagnoz qo'yishdagi ahamiyat nimada desa, elektrokardiografiyadagi ko'rsatkichlar, ya'ni elektrokardiogrammadagi ko'rsatkichlarni hammasi bu yurak o'tkazish sistemasi bilan bog'liq. Elektrokardiogrammada biz bilamiz 5 ta tishcha bo'ladi normada. Ya'ni birinchisi bu P tishcha, ikkinchisi Q, R, S va T tishchalardan iborat. Bu normal holatda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu joyda bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Interval va segment tushunchalari bor. Buni eng oson yodda qoladigan qilib tushuntirsam, interval degani bitta tishchani boshlanishidan ikkinchi tishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqt. Segment bitta tishchani tugashidan ikkinchi tishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqtda biza interval va segment tushunchalari. Endi bu tishchalarning hosil bo'lishi qanday amalga oshadi? Tishchalarning hosil bo'lishida P tishchani hosil bo'lishi. Elektrolitlarning joylashuvi. Yuqorida manfiy, bu yerda esa musbat elektrolitlar joylashtirilgan bo'ladi. Manfiy tomondan musbat tomonga qarab kelgan impuls bizaga musbat tishchani hosil qiladi. Atrial tugundan kelgan impuls Bachmann va Torel Wernicke Bach yo'llari orqali qisman musbat tomonga qarab harakatlanganligi uchun bizaga P tishchani hosil qiladi. P tishchani hosil qiladi. Biz aytdik, atrioventrikulyar tugunda 0,1 sekund ushlab qolinadi. Ya'ni kelgan impuls qorinchalar diastola bo'lishi uchun 0,1 sekund ushlab qoladi. Shuning uchun bizaga PQ segment izoleniyada bo'ladi. To'g'ri holatda bo'ladi. Endi Q tishcha qanday hosil bo'ladi deymiz. Q tishcha. Mana P tishchani ko'rdik. Endi Q tishchani hosil bo'lishi atrioventrikulyar tugundan chiqqan impuls gipsutamiga qarab boradi va gipsutamidan bo'lmachalardan shu qorinchalarga qarab o'tadi va qisman o'sha qorinchalar o'rtasidagi to'siqni depolarizatsiyaga tayyorlaydi. Natijada impuls musbat tomondan manfiy tomonga qarab ozgina harakat qiladi. Shuni hisobidan bizaga kalta bo'lgan Q tishcha hosil bo'ladi. R tishchani hosil bo'lishi impuls gist oyoqchalar orqali purkina tolalarga juda tezlik bilan impulsni apexga qarab o'tkazib beradi. Ya'ni bu yerda biz bilamiz musbat elektrol joylashtirilgan bo'ladi. Natijada baland bo'lgan R tishcha hosil bo'ladi. Endi S tishchani hosil bo'lishi impuls apex tomonidan yuqoriga tomonga qarab ham o'sha yurakni kardiomiyotsitlarini yuqorgi tomonlarini ham innervatsiya qilish maqsadida impuls o'tkazib berish uchun impuls yuqoriga qarab harakatlanadi. Biz bilamiz bu yerda manfiy tishcha bor. Shuni hisobidan bizga uzun bo'lgan manfiy S tishcha hosil bo'ladi. Endi ST segment hosil bo'lishida depolarizatsiyadan repolarizatsiyaga tayyorgarlik davri ozgina muddat qorinchalar qisqargandan keyin bo'shashgacha bo'lgan vaqtni ST segmentni hosil qiladi. Endi qorinchalar qisqargandan keyin bu diastola bo'lishi kerak. Repolarizatsiya. T tishcha repolarizatsiya jarayonini ko'rsatib beradi. Bu repolarizatsiya jarayonini oldingi mavzularimizda batafsil ma'lumot berganmiz. Ya'ni bu o'sha kaliy ionini hujayra membranasidan tashqariga chiqib ketishi natijasida hujayra membranasidagi bosimni yana -60 mV -80 mV borganda repolarizatsiya jarayoni yuzaga keladi. Ya'ni qorinchalar yana kengayadi, diastola bo'ladi. Mana shu tarzda jarayon ritmik tarzda yurak qisqarishini ta'minlab beradi.